Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda Jizzax viloyat hokimi sizga xalqning video murojaati bor ekan, sal yaqinroq oling. Xalqning video murojaati bor ekan. Jizzax viloyati Zafarobod tumani Birlik qishloq fuqarolar yig'inida ichimlik suvi tanqisligi sababli ko'p muammolar kelib chiqyapti. Akalarimizni, fuqarolarni, ya'ni sizning fuqarolaringiz, Birlik qishloq fuqarolar yig'inidagi fuqarolarning sizga murojaati bor ekan. Onaxondan boshlasak, onaxon gapiring. Nima muammo bo'lyapti? Bizlarda suv muammo. Suvda qiynalyapmiz. Mana ekatazlarda suv tanqis. Ko'rtishlarga borsak, o'zlari olamiz desa bizga yetishmaydi. Ancha yerdan olib kelish kerak, do'ngga chiqish kerak. 1 kilometr avvalasi naridan olib kelamiz. Suvdan rosa qiynalyapmiz. Bizga eng muammosi shu suv. Iltimos qilamiz kattalardan shu bizga ham bir kran o'tkazib berishini so'rab qolamiz. Xo'p. Rahmat sizga. Bova? Mana bizlar birlik fuqarolar yig'inidan gapiryapmiz. Mana shu yerda bizlarda ichimlik suvi sal tanqislik qilyapti. Masalan, bir suv olamiz deydigan bo'lsak, masalan, kam vaqt chiqyapti. Iloji bo'lsa shuni bir kran o'tkazib olib kelishimiz o'zi 1 kilometr nari beri u yoq bu yoq bo'lyapti. Shunga bizga bir yordam qilsangizki, shu suv masalasini. Savxozda suv qanchadan beri chiqmayapti? Qaysi tartibda chiqyapti? Endi 3 kunda bir chiqadi. 2 kunda bir to'xtab qoladi. Ariqda suv yo'q, Kanalda suv yo'q. kanalda suv yo'q. Endi bu yerda yosh bolalar ko'p, kir yuviladi, boshqa yuviladi. Lekin rosa qiynalyapmiz. Sharoit to'g'ri kelmaydi-da, endi ichamiz desak kirpirga ya kanalda suv bo'lishi kerak. Farhod aka, domda mana atrofni olaylik. Mana shu domga nechta kran o'rnatilgan? Domda umuman kran bo'lmagan, kran yo'q. 70-yil ochilganmi? 69 ochilgan, 69-yildan beri biz kran ko'rganimiz yo'q domda. Tilanib, qo'yoqdan, bu yoqdan hamma kooperativlardan Shu mana shu domda o'zida kran yo'q, ha? Xo'p, kran bo'lsa, Jizzax viloyatining hokimiga murojaat qilyapsiz. Suv tanqisligi. Chunki bitta kran, mana bu krandan chiqadimi, chiqmaydimi? Qo'shni chiqmaydi. Chiqmaydi, ha? Bir 2 kishi olsa bo'ldi. Chiqsa bir bag'ir, 2 bag'ir suv chiqadi u yerdan. Chiqmaydi. Kim oladi buni? Ochilib kelgancha suv to'xtab qoladi. Suvsiz qoladi. Bir 2 bag'ir olsak, o'shani uyga olib borib kelamiz degancha, o'sha ochilishimiz o'tib ketadi, suv to'xtaydi. Endi ahol suv tanqisi juda qiyin-da. Endi shunga bir Xolajon, yordam suv. Suvdan qiynalyapmiz. Uzoqdan ko'tarib kelamiz. Ariqlarda suv yo'q. Kranning suvi yetmayapti. Buni ham uzoqdan olib kelamiz. Oldimizda Hurmatli bo'lsa, Jizzax viloyati hokimi sizga xalqingiz murojaat qilyapti. Shu haqda ijobiy yordam berishlaringizni so'rayman. Qolgan domlarda kran bor. Suv vaqti bilan chiqadi birlikda. Lekin mana bu domda kran yo'q deyishyapti. Kran bo'lgan taqdirda ham ichimlik suvi uzog'i 1 soat, 2 kun, 3 kunda bir kerezen o'shitib chiqqanligi sababli fuqarolar suvdan qiynalmoqda. Sizdan iltimos qilib qolardik, mana shu fuqarolaringizni video murojaatini inobatga olib, birlik qishloq fuqarolar yig'inini to'liq suv bilan ta'minlab berishingizni so'rab qolamiz. Hammaga xayr do'stlar, salomat bo'ling. rahmat.